Yuragida ertangi kunga umid, vatanga bo'lgan muhabbat jo'shib turgan aziz yoshlar. Assalomu alaykum. Kelajak ovozi ko'rsatuvi efirda. Yilning yoshlar yili deb e'lon qilinishi yurtimizda yoshlarga ko'rsatilgan ulkan e'tiborning mantiqiy davomidir. Bugun o'zbek yoshlarining yuksak intellektual salohiyati, bilimi va iqtidori jahon hamjamiyati tomonidan yuqori baholanmoqda. Ko'rsatuvimizda ham ana shunday iqtidorli tengdoshlarimiz haqida hikoya qilamiz. 21-asr axborot asri deb yuritilishining o'ziyoq insoniyatning kompyuterga bo'lgan munosabati qay darajada ekanligini belgilaydi. Kelajak ovozi tanlovi nominatsiyalari orasida axborot va kommunikatsion texnologiyalar yo'nalishining borligi esa yoshlarimizga bu texnologiyalarning keng imkoniyatlarini yaxshi o'zlashtirishlari va undan samarali foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratmoqda. Lavhamiz qahramoni Vohidjon Hamidov tanlovning ushbu yo'nalishi bo'yicha Ta'limga yangi nigoh nomli loyihasi bilan ishtirok etdi. 21-asr axborot texnologiyalari asli hisoblanadi. Shunga yarasha bizning hozir O'zbekistondagi yosh talabalar, yosh o'quvchilar va o'qituvchilarga shu aynan axborot texnologiyalaridan foydalangan holatda ta'lim olish tizimlarida qanday texnologiyalardan foydalanishyapti, o'zlarining ilmlarini oshirish bo'yicha qanday imkoniyatlarga ega degan savol tug'iladi. Aynan shu savol tug'ilishi bilan bir qatorda yana ta'lim tizimini olishda yangi texnologiyalardan foydalanish va bilim samaradorligini oshirish hozirgi davlatimizda eng ustuvor yo'llardan biri hisoblanadi. Aynan shu narsalarga erishish, yuqori natijalarga erishish. Shu maqsadda men maxsus bir saytni ochgan edim. Aynan shu o'zimning yo'nalishimdan kelib chiqqan holatda, ya'ni ta'limga yangi nigoh shiori ostida sayt yaratdik va bu saytda barcha aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha fizika, matematika, biologiya, kimyo fanlari yo'nalishida virtual laboratoriya ishlari va o'sha yerdagi mavjud bo'lgan elektron kitoblarni bazasini to'ldirishga ozgina hissamizni qo'shgan bo'lsak ham shu ma'lumotlarni to'ldirdik. Vohidjon Hamidov yaqindagina yurtimizda o'tkazilgan an'anaviy axborot kommunikatsion texnologiyalari haftaligida ishtirok etib, Ziyonat resurs markazi tomonidan tashkil etilgan internet marafoni g'olibi bo'ldi. Uning taqdim etgan loyihasi hakamlar hay'ati tomonidan yuqori baholanib, sertifikat bilan taqdirlandi. Yaratilgan saytni o'zimizning milliy portalimiz bo'lmish o'sha Ziyonetga ham bog'ladik va shu bilan bir qatorda Tweet, o'zimizning axborot texnologiya universitetining katta portali bor, tweet.uz. Ana shu saytdagi saytlar bilan birgalikda hamkorlik sifatida saytda ma'lumotlarni kiritdik, ya'ni virtual laboratoriya ishlari, elektron kitoblar, talabalar bemalol internetga kirgan holatda, demak, virtual laboratoriya ishlarini onlayn bajarishlari mumkin. Rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu ta'lim yo'nalishidir. Vohidjonning ushbu soha rivojiga o'z loyihasi bilan qo'shgan hissasi o'quvchi va talabalar tomonidan qiziqish bilan kutib olindi. Chunki ushbu sayt ta'lim olishda katta qulayliklarni yaratadi. Shu saytlarda misol uchun har xil kirib ma'ruzalar olish mumkin yoki tajribalarni o'tkazish mumkin. Misol uchun bu talaba o'qishga kira olmay qolgan paytida uyda o'tirib shu saytga kirib o'ziga kerakli shu narsani olish mumkindir. Misol uchun agar shu talaba bu fanliga tushunmasa yoki kompyuter tizimlarini unchalik bilmasa, o'zi tajribalar o'tkazish mumkin, ma'ruzalar olish mumkin. Kutubxonadan olmagan kitoblaringizni shu anaqa saytlarga kirib, qarab olib, o'ziga kerakli ma'ruzalarni tanlab, o'shanga qarab konspekt yozish mumkindir. Tarjimalarni ham kompyuterda o'tkazib, hamma vaqtlarigacha, javoblargacha chiqarib beradi. Bir o'quvchi avariya holati uchrab, ya'ni darsga kela olmay qolgan vaqt bo'lib qoldi. Shunda o'quvchi laboratoriya ishlarini topshirish kerak bo'lganida, virtual laboratoriya ishlarini topshirish kerak edi. Shunda biz onlayn rejimda, ya'ni o'sha saytdagi mavjud bo'lgan bazalarni unga yuborib va web kamera orqali shu onlayn masofaviy ulardan ma'lumot o'sha topshiriqlarni berib, ulardan yuzma-yuz, ya'ni onlayn rejimda savol-javob orqali biz ularning laboratoriya ishlarini qabul qildim. Va natija juda ham yuqori, juda ham yaxshi bo'ldi. Shu bilan bir qatorda o'sha sayt orqali, yaratilgan sayt orqali o'quvchi bilan men bemalol kechqurun soat 6 dan soat 9 gacha bemalol onlayn rejimda ular bilan birgaman. Misol uchun dars davomida tushunmagan savollari bo'lishi mumkin yoki masala ishlash davomida biror bir masala chiqmay qolgan bo'lishi mumkin. Ular o'sha yerda onlayn rejimda o'sha saytda forumiga kirib, o'zlarining savollarini kiritadilar. Men esa o'sha tegishli ularga maslahat berib, o'zlarining ustilarida ishlashlari uchun kerakli metodik, pedagogik jihatdan ularga o'z yordamimni berib kelaman. Shiddatkor zamonning talabi axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanishdir. Vohidjon yaratgan ushbu loyiha esa fuqarolarning texnika imkoniyatlaridan erkin va tezkor foydalanishlari uchun bir qancha qulayliklarni yuzaga keltirdi.
Bunday saytlar yanada keyinchalik ham ko'payaveradi. O'tkazilayotgan tanlovlar va o'tkazilayotgan yurtimizni, davlatimizni yoshlarga bergan bunchalik e'tiborlari albatta ijobiy natijasini beradi. Bugun o'zbek yoshlari jahon maydoniga chiqib, turli festival va anjumanlarda ishtirok etib, ulug' ajdodlarimizga munosib farzand ekanliklarini namoyon etmoqdalar. Bu ularga ko'rsatilayotgan yuksak ishonch va e'tiborning yorqin samarasidir. Yaqinda Kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi a'zolari Sherzod va Malika ham Koreya davlatida o'tkazilgan Osiyo yoshlari anjumanida ishtirok etib qaytishdi. Oromgohni dasturi bo'yicha bir nechta festival va konkurslar bo'lib o'tdi. Birinchisi, har bir ishtirokchi davlat o'zini davlat haqida ishtirokchiligi, yoshligi ma'lumot berish kerak edi va biz o'zimizni O'zbekistonimiz haqida ma'lumot tayyorlagandik, uni video rolik sifatida biz tayyorlab, uni biz taqdim etdik. Shu bilan bir qatorda biz kichkinagina buklet tayyorlagandik O'zbekiston haqida ma'lumot beruvchi. Aynan o'sha yerda bitta qiziq narsa bo'ldi. Biz video rolikda aynan bu yil O'zbekistonda yoshlar yili ekanligi alohida urg'u berildi. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonning tarixi, kelajagi, yoshlar haqida ma'lumotlar jamlangan. Bizda rolik tugagandan keyin bizani yigit va qizlarimiz milliy kiyimlarida o'zimizni O'zbekistonning milliy shirinliklari va o'zimizni Samarqand nonlari bilan o'sha yerda o'tirgan bizani rolikimizni taqdimotimizni ko'rib o'tirganligi tarqatgan paytimizda yanlarni choyxona ashullasida va milliy choyimizni berayotgan paytida ular u narsani o'zini tashkilotchilar ham ishtirokchilar ham kutishmagandi. Bu nihoyatda bir boshqacha chiqdi. Kechqurun bizga eng yaxshi davlatlarni taqdimotlarini e'lon qilishayotgan paytida biz uchun kutilmagan narsa O'zbekistonning o'sha taqdimot bo'yicha birinchi o'ringa olganligi, bizani birinchi borgan kunimizda dastlabki bir g'alabamiz bo'lgan. Bu oromgohning maqsadi o'sha Osiyo davlatlari, millatlari o'rtasida madaniyat almashuvi va kelajakda o'zaro hamkorlik aloqalarini va do'stlik aloqalarini yoshlar o'rtasida va shu davlatlar o'rtasida yanada yaqinlashtirish va mustahkamlashga qaratilgan oromgoh. Bu oromgoh o'sha yoshlar forumi va yoshlar festivalidan iborat edi. Yoshlar forumida o'sha maxsus ma'ruzalar, Osiyo yoshlar kengashi prezidenti albatta bunda so'zga chiqdi. Undan tashqari Aliya Sabur o'sha matematika yo'nalishi bo'yicha dunyodagi eng yosh olima ayol Aliya Sabur tashrif buyurdi. Albatta uning ham suhbatidan biz bahramand bo'ldik. Va oromgoh festivallari bu o'sha milliy chiqishlarimiz, milliy ko'rgazmalar va milliy taomlar tayyorlashdan iborat edi. Yopilish marosimida 3 ta davlat bu oromgohni lider davlat sifatida e'lon qilingandi. Bu birinchi navbatda O'zbekiston, bu to'g'risini aytsa, o'sha O'zbekiston degan so'zni eshitayotgan paytimizda o'tirgan hamma bolalarimiz turib, o'z joyimizdan turib, qarsaklar chalib, bir-birimizni bir xursand, bir tabriklab qarasak, qolgan davlatlar ham turib bizga qarsak chalib, bizani qo'llab-quvvatlayotgan ko'rib, nihoyatda bir anaqa hayajonli daqiqalar edi. 2009-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo yoshlar oromgohida o'z navbatda O'zbekiston yana ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Ha, bu tengdoshlarimiz qayerda bo'lishmasin, O'zbekiston atalmish muqaddas vatan sharafini himoya qilishadi. Ona yurt dovrug'ini 7 iqlimga taratayotgan bunday yigit qizlar bilan har qancha iftixor qilsak arziydi. Bugungi kunda barcha biz o'zbek yoshlarining maqsadimiz bitta, maqsad ulug'. Kelajakda ona vatan uchun munosib farzand bo'lib ulg'ayish, barcha kuch-g'ayratni vatan ravnaqi va taraqqiyoti yo'lida sarf etish. Efirda Kelajak ovozi ko'rsatuvi edi. Xayr, omon bo'ling.